Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. İstiqlal kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy bilan Hindiston chegara masalasida yuzturani ko'rishdi. Xitoy bilan Hindiston 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon to'xtab qolgan chegara masalasi to'g'risida tunji qatim yuzturani ko'rishgan bo'lsa-mu, biroq hech qanday bo'sish hosil qilinmadi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, 22 fevral Xitoy bilan Hindistonning yuqori darajalik amaldorlari 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon tunji qatim yuzturani suhbat o'tkazgan. Gerçi ikki taraf suhbatga ijobiy baho bergan bo'lsa-mu, ammo chegara masalasini bartaraf qilishda zo'r bo'sish hosil qilganligi haqida hech qanday uchur e'lon qilmagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rida e'lon qilgan xabarda deyilishicha, Tashqi ishlar ministrligining chegara va okean ishlari bo'limining bosh direktori Hong Liang bilan Hindiston Tashqi ishlar ministri Sharqiy Osiyo ishlari bo'limi va qo'shimcha tashqi ishlar ishxonasining birlashma katibi Amber Le shu kuni Beijingda o'tkazilgan Xitoy Hindiston chegara ishlari maslahat berish xizmat mexanizmining ikki taraf 26 qatimliq yig'inda chegara kontrol qilishda qo'lga keltirilgan ijobiy taraqqiyotlarni ko'zdan kechirgan. Galvan vodisini o'z ichiga olgan 4 o'rinda ikki taraf chegara qo'g'dash qismlarining chekinishining natijasini o'z ichiga olgan keyingi bosqichdagi tadbirlar haqida fikr almashtirgan. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotida deyilishicha, askar chekindirish tadbirlari ikki taraf chegarasining g'arbiy bo'lagidagi amaliy kontrol siziqi bo'yidagi rayonlarning tinchligini qo'g'dashga yordami bo'ladi ekan. Hamda ikki taraf o'rtasidagi normal munosabatni asliga keltirishga sharoit yaratadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, ikki taraf talash-tartish qilayotgan rayon sharq-g'arb ikki bo'lakka bo'lingan bo'lib, g'arb tarafdagi 35 ming kvadrat kilometrlik bo'ligi Sharq Turkistondagi Xotan viloyatining boshqarishida. Sharq tarafdagi 90 ming kvadrat kilometrlik bo'ligi Hindistonning boshqarishida bo'lib kelgan. Ammo Hindiston bu rayonlarni Kashmir rayoniga tava deb e'lon qilgan. Yaqinda Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara to'qinishi keltirib chiqargan jiddiychilikni pasaytirish uchun ikki tarafning chegara mudofaa harbiy qo'mondonlari bir qancha qatim suhbat o'tkazgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu navbatlik suhbatning chegara vaziyatini pasaytirishda ijobiy ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini aytgan. Biroq Hindiston amaldorlari suhbatga chetishlik qiyin masalalarni hal qilishga vaqt ketadiganligini aytgan. Hindiston vaqt kezdi bergan xabarda bildirilishicha, bir qism Hindiston amaldorlari Xitoy armiyasining yanada muhim barmoq rayoni va Dapsang o'ymonligiga o'rinlashganligi suhbatdagi sezgur masala bo'lib, bu masalalarni hal qilishga vaqt ketadi ekan. Hindiston harbiy manbalari Hindiston bilan Xitoy Dapsang o'ymonligi va Bangun ko'li rayonidagi amaliy kontrol liniyasini keskin talash-tartish qilganligini e'tirof qilgan. Sharq Turkistondagi majburiy emgak izchil davom qilmoqda. Xitoy xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirish bilan bir vaqtda Sharq Turkiston xalqini izchil turda majburiy emgakka solmoqda. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlardan oshkorlanishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini intayin to'van ish haqqi bilan qo'l o'rnida majburiy emgakka selish qilmishini izchil davomlashtirgan. İctimai uchur vositalarida tarqalgan sirning birida Sharq Turkistonning ma'lum rayonidagi majburiy emgak o'rnining cho'ng zalida majburiy emgakka selinayotgan yuzlagan ayollar ratlik turg'izilib, Xitoyning atalmish davlat she'ri qo'zg'al naqshisining xitoychisini o'qishga majburlangan bo'lib, mazkur ayollarning askarcha turib naqsha aytishi qattiq boshqarish tuzumida boshqarilayotgan turmadagi jinoyatchilarni asildadigan bo'lib, ularning holati mazkur ayollarning ig'ir majburlash vositalari bilan kontrol qilinayotganligining belgisi deb qaraldi. Yana bir senda ayollarning raqqa gul va har xil kashitlarni tikayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, ayollarning jiddiy mashg'ulot qilayotganligi Xitoyning ularga bergan vazifaning intayin ig'ir, vazifani o'rinday olmaganlarga beriladigan jazoning ig'ir ekanligini ko'rsatmoqda. Xitoyning Sharq Turkiston xalqini majburiy emgakka selish qilmishi xalqaro jamiyatga oshkora bo'lgan yaqinqi kunlarda Xitoy tashviqot vositalari xalqaro jamiyatni aldash maqsadida tashviqotlarni kuchaytirmoqda. Bu haqda guvohlik beruvchilarning oshkorlashicha, majburiy emgak maydonlaridagi tomoqning sifati intayin nachar bo'lgandan boshqa, doirlar yo'q hisobda ish haqqi berganni oz deb, oy oxirida tomoq pulini tutib qilib oshqinni beradi ekan. Bu sababli ishchilarning qo'liga intayin oz pul tegadi ekan.
Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistondagi oilalarni parchalab, Uyg'urlarning sonini azaytish, madaniyatini yo'qotish uchun bir tarafdan lager va turmalarga qamashni, irqiy qirg'inchilik jinoyatini zo'r darajada kuchaysa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan Xitoy zavodlarida majburiy emgak solmoqda. Xitoy rejimi Xitoy-Rossiya chegarasidagi yer nomini tuyuqsiz o'zgartdi. Yaqinda Rossiyaning yaqin do'sti ekanligini ta'kidlagan Xitoy rejimi Xitoy-Rossiya chegarasidagi yer nomini tuyuqsiz o'zgartishni planlagan. Fransiya Xalqaro radiosining 23 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tabiiy boyliq ministrligi yaqinda xarita mazmuniga oid yangi belgilama chiqargan bo'lib, buningda hozirgi Rossiya uslubidagi jo'grafiyalik ismdan boshqa Xitoy-Rossiya chegarasidagi 8 jo'grafiyalik ismga Xitoycha koni ismlarning qo'yilishi talab qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Kompartiyasi 14 fevral ommaviy xarita mazmuniga oid belgilamani e'lon qilgan bo'lib, buningda hozirgi Rossiya uslubidagi jo'grafiyalik ismdan boshqa Xitoyning Xeylongjianga tutishadigan Xitoy-Rossiya chegarasidagi 8 jo'grafiyalik ismga Xitoycha koni ismlarning qo'shilishini talab qilgan. Bildirilishicha, bu yerlarning hammasi ilgari Xitoyga taba bo'lib, 1858-yili Qing sulolasi ruslar bilan qilgan urushda mag'lub bo'lgandan keyin Rossiya bilan Oygun shartnomasi va Beijing shartnomasi imzolab, mazkur zaminni Rossiyaga bergan. Keyingi Xitoy rejimi Jiang Zemin hokimiyat beshiga chiqqanga qadar bu shartnomalarning qonunliq va kuchga ega ekanligini e'tirof qilmagan. 100 yildan ko'proq vaqt davomida Xitoy-Rossiya chegara talash tortishi davomlashgan. Hatto 1960-yillarda urush qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Jiang Zemin hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Rossiya bilan shartnoma imzolab, Xitoy zeminining 1 million kvadrat kilometrdan oshadigan yuqorida tilga ilingan 8 rayonni Rossiyaga bergan. Jiang Zemin yana Xitoyning sharq-shimolidagi dengizga tushadigan Tuminjiang dengiz bo'yini Rossiyaga berib, Xitoyning sharq-shimolidagi Yaponiya dengiz bo'yiga tutishadigan chiqish eg'izini taqqigan. Navbatda Xitoyning bu harakati Rossiyaning butun dunyo tarafidan turli jazoga uchrayotgan bir paytga to'g'ri kelishi, Xitoyning to'polondan to'g'aj o'g'irlash va Rossiyaning ojiz vaqtidan foydalanib o'z maqsadini amalga oshirish uchun ekanligi ilgari surilmoqda. BDT Rossiyadan darhol askar chekindirishni talab qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida 141 davlat bilet tashlab, Rossiyaning Ukrainadan askarlarni darhol chekindirishni talab qilgan bo'lib, Xitoy ovoz berishdan voz kechdi. Fransiya Xalqaro radiosining 23 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi dushanba kuni Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiya askarlarini darhol chekindirish chaqirig'ini ma'qullagan. Ko'p sonliq davlatning qo'llashi bilan ma'qullangan qarorda adil va uzoq muddatlik tinchlik muhitini barpo qilish talab qilingan. Bilet tashlash natijasida 141 ovoz qarorni qo'llab bilet tashlagan. 7 ovoz qarshi bilet tashlab, 32 ovoz huquqidan voz kechgan. Bildirilishicha, huquqidan voz kechgan davlatlar Xitoy va Hindistonni o'z ichiga olgan 32 davlat ekan. Qarshi bilet tashlag'uvchilar Rossiya, Belorussiya, Suriya, Shimoliy Koreya, Mali, Nikaragua va Eritreya qatorliq 7 davlat ekan. Fransiya Tashqi ishlar ministri 23 fevraldagi so'zida, biz xalqaro jinoiy ishlar sudi va butkul xalqaro jamiyat bilan hamkorlashmoqdamiz. Urush jinoyatchilari, urushga mas'ul bo'lg'uvchilar jazodan qochib qutula olmaydi. Men Vladimir Putinning qanday ahvolda qoladiganligini faraz qila olmayman. Ammo paket va mas'uliyat isbotlansa, ayblanish ehtimolligi bor degan. Yevropa Ittifoqi komiteti xizmatchilarining TikTok ishlatishini chekladi. Yevropa Ittifoqi komiteti xizmatchilarining shaxsiy va idora organlariga tava telefonlaridagi TikTok app detalini yuvib o'tishini talab qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Politico nomli internet to'rbeti Yevropa Ittifoqining ijroiya organi sifatida xizmat qilayotgan Yevropa Ittifoqi komitetining bexatarlik masalasini ko'zda tutib, xizmatchilarining ijtimoiy taratquv app detali TikTokni ishlatishini cheklaganligini xabar qildi. Xabarda komitetning bu orqa ko'rinishda bugun atigan barliq xizmatchilarga buyruq tushirib, xizmat bilan aloqasi bo'lgan shaxsiy yoki organ telefonlaridan TikTok app detalini yuvib o'tishni talab qilganligi qayd qilindi. Xabarda yana Yevropa Ittifoqining Yevropa Ittifoqi kengashi va Yevropa parlamenti qatorliq organlarining yaqin kelgusida mushuningga o'xshash tadbirlarni yo'lga qo'yish mumkinchiligi borligiga ishorat qilib o'tildi. Xitoy texnik shirkati ig'dorchiligidagi TikTok app detali ba'zi davlatlarda davlat bexatarlik andisi paydo qilmoqda.
Amerika rasmiy mulozimatlarda ishlatiladigan uskunalarga TikTok qachilinishini cheklagan edi. G7 davlatlari bu yil Ukrainaga 39 milliard dollar yordam qilmoqchi. G7 davlat guruhi moliya ministrlari Ukrainaning ehtiyojlariga munosabatlik xomchot va iqtisodiy yordam va'dasini 2023 yil uchun 39 milliard dollarga chiqarilganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Italiya va Yaponiyadan tashkil topgan G7 davlatlarining moliya ministrlari hamda markaziy banklarining boshliqlari Hindistonning Bengaluru shahrida ochilgan yig'indan keyin o'rtaq bayonot e'lon qildi. Bayonotda Ukraina Rossiya urushining 1 yillik harfisida urush va Rossiyaning ochliq bilan energiyani qo'ral o'rnida foydalanishi sabab bo'lgan dunyoning iqtisodiy qiyinchiliklarini muzokara qilish uchun xalqaro hamkorliklarni kuchaytirish ta'kidlanib, Ukrainaning qisqa muddatlik iqtisodiy ehtiyojlarini qamdashning qat'iylik bilan davomlashadiganligi bildirildi. Bayonotda Ukraina hukumatining 2023 yildagi ehtiyojlarini qamdash uchun iqtisodiy yordam va'damizni 39 milliard dollarga chiqardik deyildi. Bayonotda yana Ukrainaning muhim aslahalarini remont qilish va uningga hassa qo'shish uchun o'rtaq holda davomli tirishchanlik ko'rsatilganligi, Rossiyaning urushiga javob sifatida mos qadamda ijro qilingan iqtisodiy tadbirlarga amal qilinganligi takrorlandi. Bayonotda embargolarimizni ijro qilish va embargolardan yiroq turish yoki qaytishlarning oldini olish uchun sheriklarimiz bilan davomli birlikda tirishchanlik ko'rsatamiz. Bu nuqtada boshqa davlatlarni ham Rossiyaga qaratilgan embargolarimizga qaytilishga chaqiramiz deyildi. Rossiya Blinkenning Putin haqidagi bayonoti sapsatidan boshqa narsa emas dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zakharova Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqida bergan bayonotining sapsatidan boshqa narsa emasligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mariya Zakharova Rossiyaning poytaxti Moskvada kun tartibga aloqador masalalar haqida haftalik axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Zakharova Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Putin Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOning texmo qudrat tepishi uchun boshqa dunyo rahbarlariga qaraganda nihoyatda ko'p tirishchanlik ko'rsatdi degan so'zining sapsatidan boshqa narsa emasligini qayd qildi. Mariya Zakharova Blinkenning nachar chaqchaq qiladigan bir odam ekanligini ilgari surib, bu bir xil marazlik, bema'ni va kamtuk tafakkur qilish usulidir. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bundaq o'ylasa, u boshqarayotgan ministerlikdan qo'rqishga to'g'ri keladi dedi. Zakharova Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining uzluksiz kengayayotganligini eskartib, 2022 yilgacha Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini kengaytgan Moskvami Rossiya bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti o'rtasidagi kelishimning buzilishiga biz mas'ulmi? Aslida bu kelishimni G'arb buzdi. Biz yana gunohkormi? Bu orqali bema'nilikmi voyaga yetgan bo'ldi. Darvaqa G'arb allari yer sharimizni kulkulik ahvolga tushirib qo'ydi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti uzun yillardan buyon uzluksiz kengayotdi. Biz buning xatarlik ahvol ekanligini va ig'ir oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini hamisha o'ttirg'a qo'yib kelyapmiz dedi. Mariya Zakharova Amerika prezidenti Joe Bidenning Ukraina ziyaratining 2014 yilgi Ukrainada yuz bergan maydon voqealarining xotira kuniga to'g'ri kelishining diqqat qo'zg'aydiganligini eskartib, qaraganda ham jinoyatshunoslar hamda psixologlarning o'xshash gaplarni qiladiganligini xotirlatish yaxshidek qiladi dedi. Zakharova Joe Bidenning Ukraina ziyarati orqali Amerikada kelar yili o'tkaziladigan saylam safarbarlik faoliyatlarini boshlaganligini ilgari surib, Bidenning Kiyev va Varshavada bergan bayonotlarida Ukraina masalasini tinch yo'l bilan hal qilish to'g'riliq so'z qilmasligi Washingtonning Moskva bilan bo'lgan surkilishni avjaltirib o'tish orzusining namoyandasidir dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.